Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xolasa bugungi videomiz oldi sotdi masalasini boshladi. Ushbu ko'rib turgan 3 xonali kvartiramiz zudlik bilan sotiladi. Xudo xolasa sizlarga manzillar bilan tushuntirib beraman. Videomizning oxirida bahosini aytib o'taman. Sizlar ushbu videomizni yaqinda kvartira dom olaman degan yurtdoshlarimizga like'larni bosib turib tashlab qo'yaverasizlar. Manzilamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bo'ladi yurtdoshlar. Bu yon tarafdan kelsanglar Lenin ko'chadan doğru girib kelaverasizlar. Tolstoy maktab bor yurtdoshlar, ya'ni 5-maktab bo'ladi. Tolstoy maktabdan o'tasizlar, o'tganlaringizdan keyin birinchi chap qo'llaringizni yurtdoshlar domlarga kiradigan yer bo'ladi yurtdoshlar. Domlarning xataridan doğru girib kelaverasizlar. Doğru girib kelaversingizda ro'parangizda oq fasadli domimiz bo'ladi. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar, texnikum tarafdan ham doğru girib kelaversanglar ham bo'ladi yurtdoshlar. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Ichana girib ham remontlari bilan tanishtirib beraman. Tayyor joy yurtdoshlar. Xudo xolasa bemalol gelip ko'chib o'tiraverasizlar. Aynan shu yaqinda bo'lak chiqaman degan oilalar uchun ham xudo xolasa dim zo'r ketadi. Birinchi etajdan bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Eshiklar ham yaxshi eshiklar ham o'rnatilib turibdi. Remontlar ham ajoyib bo'lib turibdi yurtdoshlar. Bismillah giramiz. Giraverish qismimiz yurtdoshlar 3 xona bo'ladi. Aytib o'tganimdek, remontlar ham ajoyib bo'lib turibdi do'stlar. Bort natijlarimiz o'tirilib turibdi, lyustralar ham ajoyibdan qo'yilib turibdi. Chap tarafimizda yana bir xonasi bo'ladi. Bu yerda meni aboylar yapıştırıp, natijalar tartılıb, lyustralar qisdirilib turibdi. Tayyor bo'lib turibdi. Derazalar ham akvadan yaxshisidan qo'yilgan edi. Ataplenalar o'tirilib turibdi, xudo xolasa. Barcha nasib etsin deymiz. Shunday tayyor joylarda nasib etish, xudo xolasa yashash bizlar ham nasib etsin deylik. Ayamasdan like'larni bosib qo'yaverasizlar. Bu yon tarafda yana bir xonamiz bor edi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, yana. Xonalarimiz kengina, shinamgina bo'ladi yana. Xudo xolasa yana. Barcha nasib qilsin deymiz yana. Bu yerlar ham remontlari ajoyib bo'lib turibdi. Bu yoqda yana rafinalari bor, bu yoqda sanuzeli, aristoni, boshqasi, bu yoqda kotyoli, hamma narsasi bor yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, bu yon tarafda katta zali bor yana. Zalni ham ko'rib turibsizlar. Kattagina, bu yon taraf spasi bo'ladi yana do'stlar. Ataplama o'tirilib turibdi. Xudo xolasa ushbu videomizni yaqinda joy so'rab yurganlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Bu yerda kichkina koridori. Bu yon taraf yana oshxonasi yurtdoshlar. Yana ko'rib turibsizlar. Oshxonasi yana. Supada bemalol shuda choy ichib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bahosini kelsak yurtdoshlar, o'tgan videolarimizda ham chiqib edi. Xudo xolasa bahosini arzonlashtirdik. 30 ming gök bo'lsa barabaramiz deb turibdi. Ushbu 3 xonali domimizni xudo xolasa ekranlardan nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Kvartira egasini bemalol telefonlashib, xudo xolasa kelib o'zingizdan bemalol ko'rsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Ko'pchilik aytish mumkin, qimmat boshqa deb yurtdoshlar. Biz endi elchimiz. Bilasizlar, elchiga o'lim yo'q. Aytgan bahoni chiqarib turibmiz yurtdoshlar. Shuning uchun kommentariyada qimmat ekan, boshqa ekan deb negativ kerakmidi. Shaxsan men o'zim ham yurtdoshlar ekranda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon etsanglar bo'ladi. 30 ming go'ga beriladi xudo xolasa. Sizlar shunday yangilik yetkazib boshda davom etamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Yetkazgan oqlaringizga rozi bo'linglar.